Assalomu alaykum. Biz go'zal yerdamiz, maşallah. Bu Jabal Hironi kichik holati, Jabal al-Hira kichik holati, bu Jabal Savr Payg'ambar alayhisolatu vassalam Hazrat Abu Bakr bilan yashiringan 3 kecha qolgan qordan kichik holat, ya'ni maket. Bu hijrat yo'li, ya'ni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni Makkadan Savr g'origa kiradi. Birinchi Abu Bakr uyiga boradi, Savr g'origa boradi va as-Sahriga, asfal asfanga va mana shunda hijrat yo'lida keladilar. Mana shu kelishlarda Madina Munawvaraga kirishda rukubada bo'ladi, Al-Arshga kiradilar. Bu yerdan kelyaptilar, Al-Aqiqqa kiradilar. Al-Aqiq Madinaga kirayotgan vaqtlarda Al-Usbaga kiradi, Masjidul Usbah deyiladi. Va Masjidul Qubo va oxirida Madina Munawvaraga keladilar. Mana strelka bilan ko'radi. Ko'rasizlarki, birinchi Nabiy alayhisolatu vassalam hojilarimizga borganda Madinada birinchi kirgan joylari Masjidul Usbah deymiz. Ana shu Usba masjidi mana shu joyda, keyin Quboga boradi, Qubodan Madinaga tushadilar. Bu hijrat yo'li, birodarlar. Qadimgi Madinani uylarini shakllari mana shunday bo'lgan. Xuddi sahobalarning mahallasiga o'xshaydi, subhanalloh. Oldingi Rasululloh davridagi sahobalarning uylari mana shu shaklda bo'lgan, bu eshiklari bo'lgan. Qani endi taqallatsiz ichlaridan Hazrati Bilol chiqib kelsalar, subhanalloh. Subhanalloh. Hammasi mana shunday toshli uylar bo'lgan. Bu tarafda ham mana shunday uylar. Mana shu xonadon kimnikini bo'lib qolishini xohlardingiz? Jon deb xohlardim Abu Bakrning xonadoni. Subhanalloh. Eshikni ochib Abu Bakr radhiyallohu anhu ochib kelsalar, siz bilan biroz suhbat qursalar, qanaqa go'zal. Alloh zotlari bilan jannatdagi uyimizni mana shunday barobar qilsin, qo'shni qilsin inshaalloh. Qadimgi Makka Mukarrama, Ka'ba Muazzama, bunisi Abu Bakr Siddiqda xonadonlari bo'lgan, Ka'ba Muazzama, Norul Nadwa, hozir haramda mana shu nimani King Abdulloh eshigini o'rinlariga to'g'ri keladi. Darul Nadwa Quraysh rahbarlari o'tirib gaplashadigan joy. Darul Arqam, ya'ni Safo Marva tepaligining orasida joylashgan. Darul Arqamda Payg'ambar alayhisolatu vassalam yashirinib ko'p mana shu joyda o'tirganda ko'p Qur'on oyatlari vallohu alam mana shu joyda tushgan. Jabalul Safo bu joy, Jabalul Marva mana Safo Marva oralig'ida Darul Arqamda eshiklari bo'lgan. Ya'ni Safo Marva eshigining o'rniga tushib bitgan bu uylar. Jabal Umar ana shu joyda bo'lgan, mana ko'ryapsizlar. G'ani radhiyallohu anhu Nabiy alayhisolatu vassalamda xonadonlari hozirlarga topib beraman. Darul Mu'minina, mana Darul Mu'minina Hadija radhiyallohu anha. Azizlar, biz sizlar bilan endi qadimgi Masjidul Nabaviyning ichiga kirib keldik. Mana alhamdulillah. Hattoki yerlarida ham Rasululloh davrida qanday bo'lsa ana shunday shag'alga o'xshagan narsalar bor. Ko'ryapsizlar, qadimgi